Qutadg'u bilik. Hozirgi zamon Uyg'ur tilidagi nasriy yashmisi. Nasriy muqaddima. Köyingichi va oyug'uchi Allohning ismi bilan boshlayman. Hamdu sana, minnatdorlik va sonsiz madhiyla ulug' qudratlik Tangriga xosdirki, u ulug'liq egisi, tugal qudratlik podshohdir. U yerni, ko'kni yaratdi. Jimi jonliqlarga rizq berdi. Nimani xohlagan bo'lsa qildi. Yana nimani xohlasa shuni qiladi. Alloh xolig'ini qiladi va irodasi bo'yicha hukm qiladi. Yana sonsiz salom va durud xalqlarning yaxshisi, payg'ambarlarning tanlang'ini, Allohning ulug' elchisi Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga bo'lsin. Hamda uning hamrohlari aziz, hurmatlik sahobalarga bo'lsin. Ulardan Alloh rozi bo'lsin. Bu kitob bak azizdir. U Chin hukumalarining tamsillari bilan bezalgan. Machin ulamolarining she'rlari bilan zinatlangan. Bu kitobni o'qigan, bu beytlarni ma'lum qilgan kishi kitobdan yaxshiroq, azizrakdir. Chin va Machin olimlari va hakimlarining hammasi birdek fikrga keldiki, Mashriq viloyatlarida, butun Turkiston ellarida Bug'roxon tilicha turkiy so'z bilan hech kim hech qachon bu kitobdan yaxshiroq kitob yozmagan. Bu kitob qaysi podshohga yoki qaysi iqlimga yetib borsa, g'oyat uzluqi, haddidan ziyoda go'zalligidan u Allohning hakimlari, olimlari qabul qilib, uningga har biri bir turlik ot laqam qo'ydi. Chinliqla shohlo adab qoidasi deb atadi. Machin podshohligining hukumalari mamlakat qoidasi deyishdi. Mashriqliklar amirlar zinati deb atadi. Eronliklar Turkiy shohnoma deb atashdi. Ba'zilari bo'lsa podshohlar nasihatnomasi deyishdi. Turanliklar Qutadg'u bilik deb ataydi. Bu kitobni yezib chiqquvchi Balasag'unda tug'ilgan parhezkor kishi edi. Ammo bu kitobni Koshig'ar elida tamomlab, Mashriq podshohi Tabg'och Bug'roxon huzuriga sungan. Shoh Bug'roxonmi uni hurmatlab, ulug'lab, o'zining xos hojibligini uningga berib taqdirlagan edi. Shuning uchun Yusuf xos hojib deb nom shuhrati dunyoga yeyilgandir. Bu aziz kitob 4 ulug' qimmatlik ul ustiga bino qilingandir. Biri adolat, ikkinchisi davlat, uchinchisi aql, to'rtinchisi qanoat. Yana uning har biriga bir turkcha ot qo'ygan. Adolatga kun tug'di alik deb ot berib, podshoh o'rniga qo'yilgan. Davlatga oy to'ldi deb ot berib, vazir o'rniga qo'yilgan. Aqlga o'gdilmish deb ot berib, vazirning o'g'li o'rniga qo'yilgan. Qanoatga udg'urmish deb ot berib, vazirning qerindishi deb aytgan. Yana ular o'ttirisidagi munozira, savol-javoblarga o'xshash so'zlar so'zlangandir. O'qiganlarning ko'ngli echilib, yozg'uchini azgu duo bilan yod qilsin deb